Yana bir hovlimizning bir qismi Narpay Center'dan yana juda ajoyib bo'lgan lokatsiyaga ega bo'lgan hovlimiz sotuvga chiqmoqda. Hovlimizning fasad qismi 22 metr, ichkariga 14 metr kirgan holatda hovlimiz bir qismi sotuvga chiqmoqda. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Narpay Center'dan poliklinikaga 200 metrcha, 8-maktabga 200 metr masofada joylashgan bo'lib, bog'cha, maktab hamma qulay lokatsiyalarga ega. Narxi juda ham ajoyib. 250 million so'm bilan sotuvga chiqmoqda. Yanada o'tib beradigan joyi bor. Marhamat, ichini ko'rib chiqamiz. Hovlimizning ichkari qismida mana supa kengina bo'lgan. Bu hovlimizda quruvchi akalarimiz uchun juda ham manfaatli bo'lgan sabab nima uchun? Chunki ikkita kottej, 2 etajli kottej qilib qurib foydalansangiz bo'ladi. Yoki-da bitta katta o'zingiz uchun chiroyli hovli qurib foydalansangiz bo'ladi. Agarda kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bu yerimiz pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingizni so'raymiz va Hovli Baraka kanalimizga obuna bo'lib qoling.